قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz 10-darsni o'qiymiz. Endi bugungi darsimizda biz o'rganmoqchi bo'lgan mazmun fi'l mudori'. Biz ilgirki darsimizda fi'l modi, o'tgan zaman fe'lini o'rgandik. Hozirgi zaman fe'lini bugun o'rganamiz. Ya'ni biz buni arab tilida deb ataymiz, fi'l mudori' deb ataymiz. Xo'sh, unda bo'lsa biz fi'l modini 14 turga turligan. Ya'ni g'oib, muxotab, mutakallimdan iborat. 3-shaxs, 2-shaxs, birinchi shaxsdan iborat. Endi fi'l mudori' dal shuningga o'xshash g'oib, muxotab, mutakallim deb 3 shaxs bo'yicha turiladi. Biz bugun o'rganganimiz faqat g'oib shakli, ya'ni 3-shaxs shakli. Endi 3-shaxs fi'l mudori' 3-shaxs erlik 3 xil holat turiladi, 3 xil qurum bo'yicha, ayolliqmichu 3 xil qurum bo'yicha turiladi. Masalan, bu bir o'lcham bugun so'zlandigani. Endi har qanday fi'l mudori'ni mush o'lchamga solib turilsanglar bo'ladi. 3 harfdan tag manbasi, ya'ni fi'l modisi 3 harfdan o'zgargan fi'l mudori'ni mush bo'yicha turilsanglar bo'ladi. Masalan, zahaba fi'l modi. Endi yadhhabu bo'lsa bu fi'l mudori' bo'ladi. Ya'ni barudu yoki beryapti. Ikki xil ma'nosi bor. Hozirgi zamon va kelgusi zamon. Yadhhabu barudu. Bu erlik, birlik. Barudu. 3-shaxs u. Yadhhabani barudu 2 u 2 3-shaxs. Yadhhabuna barudu ula ko'p. 3-shaxs erlik. Mana bu g'oib 3-shaxs erlik. Endi g'oibning ayolliqi tadhhabu, tadhhabani, yadhhabna. Ya'ni tadhhabu barudu bir ayol, tadhhabani barudu 2 ayol, yadhhabna barudu ko'p ayollar. Ya'ni barudu buningki ko'p hollarda kelgusi zaman tarjimasi chiqadi, ammo jumlaning boshiga qarab ba'zi vaqtlarda hozirgi zaman tarjimasi chiqadi. Xo'sh, ikkinchi o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda sonlarni o'rgatmoqchi. Endi biz darsninki 5dan boshlab 1dan tortib 10 qadar, 10dan tortib 20 qadar sanashni o'rgandik. Endi bugun 21dan tortib 30 qadar sanashni o'rganamiz. Qisqacha takrorlab o'tsak, 1-2da sanalg'uchi erlik bo'lsa, sanmu erlik keladi. 3dan tortib 10 qadar sanalg'uchi erlik bo'lsa, san ayollik, sanalg'uchi ayollik bo'lsa, san erlik keladi. 11-12da sanalg'uchiga agishadi. Ikkili xonasi qanday qiladi? Agishadi. Birlar xonasimi agishadi, o'nlar xonasimichu agishadi. 13dan tortib 20 ga qadar sanalg'uchi erlik bo'lsa, sanning birlar xonasi ayollik, sanalg'uchi ayollik bo'lsa, sanning birlar xonasichu erlik keladi degan. Mana 21dan tortib 30 qadarmi shunga o'xshash. Ya'ni 21-22da sanalg'uchi erlik bo'lsa, sanning ikkili xonasi erlik keladi. 23dan tortib 30 qadar sanalg'uchi erlik bo'lib qolsa, sanning birlar xonasi qanday keladi? Qarama-qarshi, ya'ni ayollik holati keladi. Masalan, 21 taliban. Qarang, taliban erlik bo'lg'achqa 21-22da mas holati keladi degan. Taliban o'g'il bo'lg'achqa vahidun erlik shaklda 20 bu bir xil holat keladi va 20 bunikin 30 qadar bir xil holat keladi. 21 taliban. Vahidun birlik holat keldi. 22 taliban. 21 o'g'il o'quvchi. Bumi ithnatani degan bo'lsa ayollik bo'ladi. Vahidun vahidatun deb kelgan bo'lsa yoki ihda deb kelgan bo'lsa ayollik bo'ladi. Demak, bu 21-22da sanalg'uchiga mas holatda keldi. 23dan tortib 30 qadar sanalg'uchi erlik bo'lsa, sanninki birlar xonasi ayollik holatda keladi. Ya'ni oxirida ta qo'shilgan holatda keladi. 23 taliban, 24 taliban, 25 taliban. 25 o'quvchi, 26 taliban, 26 o'quvchi, 27 taliban, 27 o'quvchi, 28 taliban, 28 o'quvchi, 29 taliban, 29 o'quvchi,
Salatun 30 o'quvchi. Endi shu sanalg'uchi, hozir o'g'il o'quvchini sanadik biz. Qiz bo'lib qolsa shu, qiz bo'lib qolsa 21-22 ning birlashganisi qizlik ayollik holati keladi. Mas holatda. 23 dan tortib 30 qadar x keladi. Ya'ni sanalg'uchi ayollik bo'lgan ekan, san erlik shaklda keladi. Masalan, talibatan bo'lsa 23 talibatan. 3 deb ta'siz holati keladi. 24 talibatan, 25 talibatan, 26 talibatan, 27 talibatan, 28 talibatan, 29 talibatan, 30 talibatan. Mana shunga o'xshash. Endi buning misollarini tekstdan ko'ramiz. Unda biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsul 10, 10-dars. Biz old bilan yangi so'zlar bilan tanishib chiqaylik. El-kelimatul jadida, yangi so'zlar. Daiman, doim, hamisha. Ahyanan, ba'zi vaqtda. Marratan ukhra, bir qatim. Maktabun, ustal, ishxona degan gap, ishxona. Ustal, ishxona ikki xil ma'nosi bor. Amilun, ishlamchi, xizmatchi. Bu odat asosli ishlamchilarga ma'noda va ummal, ishlamchilar. Tulun, uzunluq degan gap, to'lin uzunluq degan gap. Ardun, kenglik, kenglik. Musafatun, musafa. Kilometrun, kilometr. Santimetrun, santimetr. Metrun, metr. Amila, ishladi. Faala, qildi, ya'ni ish harakat qildi. Rakiba, mindi. Rakiba, mindi, ya'ni otga mindi, eshakka mindi yoki mashinaga mindiga rakiba keladi. Raka'a, ruku qildi. Sajada, sajda qildi. Xo'sh, shunda bo'lsa biz tekstimizni o'qiylik. Ad-darsul 10, 10-dars. ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر dedi. Zakariya badi ziyorat qilish uchun Hamidni bomdod namozdan keyin. Zakariya bomdod namozdan keyin Hamidni ziyorat qilish uchun badi. Walakinnahu ma wajadahu fil bayt. Va lekin o ma wajadahu topmadi uni uyda. Faqala li ibnihi an dedi uning o'g'li Musaga ayna abuk dadingiz qayerda? Zahaba ila suq bozorga ketdi. O'tgan zamona zahaba. Ayadhabu ila suqi kulla yawm. Alif mudegan gap. Yadhabu baradu degan gap. Baramdu bozorga har kuni kulli yawm. Kunning hammasi degan gap. Shunday her kuni bozorga baramdu yadhabu. Qanday shaklda? Fi'l mudari. Na'am yadhabu daiman ila suqi ba'da salatil fajr. Shundaq bardu hamisha, ya'ni doim bozorga bomdod namozdan keyin. Ya'ni doim bomdod namozdan keyin bozorga bardu. Mata yarji'u min as-suq. Bozordan qachon qaytadi? Yarji'u fi as-sa'ati as-sabi'ati. Qaytidi soat 7'da. Soat 7'da. Ve ahyanan fi saati thamina. Ve ba'zida soat 8'da. Maza yef'alu fil bayt? Nima qiladi uyda? Yani uyda nima ish qiladi? Yaqra'u as-suhufa ve yasma'u al-akhbara min al-idha'a. Gazet o'qiydi va xabar anglaydi nadin? Radiodan. Endi mata yadhhabu ila al-masna'i? Zavodga qachon boradi? Yadhhabu fi as-sa'ati at-tasi'ati wan-nisf. Boradi soat 9:20 degan gap. Soat 9:20 qanday qiladi? Boradi. Wa mata yarji'u min hunak? Uyadin qachon qaytadi? Yarji'u fi as-sa'ati al-wahidati. Qaytadi soat 1da wan-nisf va 20da. Aw ath-thaniya yoki 2da. Qarang. Qaytidi soat 1:30 yoki 2da. Ayadhabu ila al-masna'i marratan ukhra ba'da az-zuhri. Baramdu zavodga bir qatim peshindan namozdan keyin, ya'ni peshin namozdan keyin zavodga yana bir qatim baramdu. La yadhhabu ba'da az-zuhri. Yo'q, peshindan keyin bormaydi. La degan gap jumla fe'lni bulusiz holatga o'zgartiradi. La yadhhabu bo'lsa bormaydi.
Yeclisu huna fi mektebihi ba'da salatil asr. O'ltirdi bu yerda kutubxonasida asr namozidan keyin. Kam amilan ya'malu fi masna'ikum. Qancha ishlamchi ishlaydi zavodinglarda. Masna'una laysa bikabir. Zavodimiz cho'ng emas. Ya'malu fihi 125 amilan. İşleydi onunda 100 ve 25 bo'lsa 25. Yani 125 xizmatchi ishlaydi. Ve muhandisan ve 2 injener qanday qiladi? Ishlaydi. الساعة الآن 9 إلا ربعا وما رجع أبوك. Saat hazır 9'ga 9 degan gap shunaqa. İlla bo'lsa, illa jumlanki 5'idin illadan keyin kelgan so'z ilni biladi, ya'ni istisno qilinib biladi. Shunga biz illa nim deymiz? Odatul istisno. Istisno qilish harfi deymiz. Odati deymiz. Odat degan gap odatini saymini deymiz. Saat hazır 9 illa lekin 4'ning birisi. Ruban degancha 4'ning birisi. Ya'ni saat 9'ning 4'ning birini saqanchi 15 min elibetimiz. Onda bo'lsa, as-sa'atul an at-tasi'a illa rub'an bo'lsa, hozir soat 9'ga 15 minut qoldi. Va ma raja'a buk dedingiz qaytmadi. La'allahu yarji'u al-yawma mutaakhiran. La'alla umidga belki degan gap. Belki u qaytidi bugun mutaakhiran. Kech. Mutaakhiran degan kech degan gap. Xo'sh, unda bo'lsa biz mashqni boshlaylik. Tamarin ko'nikmani. Birinchisi ajib anil as'ilatil atiya. Tuandagi savollarga javob bering deydi. Buni tekstga asosan javob bersizlar, bu sizlarga topshiriq. Ikkinchisi sahih ma yali deydi. Tuandagilarni qanday qiling? To'g'rilang deydi. Bu tekstga asosan xato bo'lsa, to'g'risini yozasizlar. Hamid ibn Musa deydi. Hamid Musaning o'g'li deydi. To'g'rimi xato? Yadhhabu Hamidun ila suqi ahyanan. Hamid bazaga ba'zida boradi deydi. To'g'rimi xato? Yadhhabu Hamidun ila al-masna'i fi as-sa'ati ath-thaminati wan-nisf. Hamid zavodga soat 8:30 da boradi deydi. Buni sizlar tekstga asosan xato bo'lsa to'g'risini yozasizlar. Uchinchisi ta'ammalil amsilatal atiya. Tuandagi misollarni muloyiza qiling deydi. Al-madi o'tgan zaman, mudori hozirgi yoki kelgusi zaman. Qaranglar. Zahaba badi. Aliyun Ali ilal madrasati ams. Ali tunugun maktabga qanday qildi? Badi o'tgan zaman. Yadhhabu Aliyun ilal madrasati kulla yawm. Ali maktabga har kuni qanday qiladi? Boradi. Kelgusi zaman. Qara'a Ismailul Qur'an. Ismail Qur'onni o'qidi. Endi qara'aning mudori shakli yaqra'u Ismailul Qur'ana ba'da salatil fajr kulla yawm. İsmail Qur'on o'qiydi bomda namozdan keyin har kuni. Ghasalar rajulu sayyaratahu. Er kishi mashinasini qanday qildi? Yudi. Yaghsilu rajulu sayyaratahu kulla usbu'. Aylaqa odam mashinasini har haftada qanday qiladi? Yuyadi. Mana shunga o'xshash. To'rtinchisi ta'ammalil amthila. Misollarni muloyiza qiling. Vaktub mudari'al af'alil atiya. Tuandagi fe'llarning muzorisini yozing deydi. Bu nəhayət asan. Məsələn, yuqorida misal bədi şu misal boyunca sağlamaq bo'ladi. Məsələn, katabaning nima ekan? Yaktubu. Daxalaning chu yadkhulu. Xarajaning chu yakhruju. Sajadaning yasjudu. Akalaning yakulu. Qatalaning yaqtulu. Ya'ni yaktubu degan mushu qurilmaga asosan yozsanglar bo'ladi. Jalasaning chu yajlisu. Ghasala yaghsilu. Raja'a yarji'u. Nazala yanzilu. Kasara yaksiru. Daraba yadribu. Zahaba yadhhabu. Yadhhabunun ölçümüge asas salamiz. Raka'a yarka'u. Rafa'a yarfa'u. Fa'ala yaf'alu. Sa'ala yas'alu. Fataha yaftahu. Sami'a yasma'u. Anladı, anlaydı. Fahima yafhamu. Düşündü, düşünüdü. La'iba yal'abu. Oynadı, oynaydı. Hafiza yahfazu. Yadladı, yadlaydı. Şariba yashrabu. İçti, içidu. Rakiba yarkabu. Mindi, minidu. Beşincisi ekmilil cümelel atiye bi vad'i fi'l mudari' munasib fil faraq deydi. Tuandagi cümleni boş o'ringa munasib fi'l mudari'ni qo'yish bilan to'liqlang deydi. Qaranglar.
Ya'ni jumlaning qurilmasi o'tgan zaman bo'lib qolsa, o'tgan zaman fe'lini qo'yamiz. Hozirgi zamonga munosib bo'lsa, hozirgi zaman fe'lini qo'yamiz. Qaranglar. Bosh'urun abi ila suq kulla yawm deydi. Dadam bozorga har kulla sabah, har kun atdigan deydi. Qanday qiladi? Badi demdoq, yo'q. Kulla sabah bo'lgandan keyin bu hozir buningga hozirgi zaman fe'lini qo'yamiz. Ya'ni bo'ladi yazhabu abi ila suqi kulla sabah. Dadam bozorga har kuni atdigan qanday qiladi? Boradi. Mata bosh'urun abuka min al-masla. Masna qachon dadingiz zavoddan deydi. Ya'ni qachon dadingiz zavoddan qaytadi? Mata yarji'u. Üçüncüsü Ahmet qahvata va bosh'urun deydi. Ahmet qahvani qanday qildi? Ichidi yoki ichidi. Chunki bu yerda talab qilingani qaysi? Fe'l mudori. Yashrabu Ahmadul qahvata va yashrabu Yusufu shaya deymiz. Xo'sh. Qolgan tushungan bo'lsang, o'zinglar ishlab boqinglar. Masalan, 4-inchisi qaranglar. Axi bosh'urun gazetlarni va bosh'urun xabarlarni radiodan har kuni atdigan deydi. Gazetni qanday qiladi? O'qiydi. Xabarni qanday qiladi? Radiodan anglaydi. O'qidi, angladi degandan keyin mudori shaklini qo'ysanglar bo'ladi. 5-inchisi bosh'urun o'qituvchi doskaga. O'qituvchi doskaga qanday qiladi? Yozadi. Qolgan o'zinglar ishlab boqing. 6-inchisi iqro mayli, tuandakilarni o'qing deydi. Biz buni darsimizda tushuntirib bo'ldik, ha? 7-inchisi iqro mayli, tuandakilarni o'qing. Ondan keyin yezing uni, uningda kelgan sonlarni harf bilan yezing deydi. Ya'ni bir oyda 29 kun yoki 30 kun bor deydi. Yawman erlikmi ayollikmi? Shunga diqqat qilgan asosda biz sonlarni tushuntirib bo'ldik. Shu sonni qanday yozasizlar? Harf yozasizlar. Masalan, fi shahri deymiz 29 aw 30 yawm. İkincisi fi hadihil hafila. Bu avtobusda 25 yo'lovchi deymiz. 25 rakiban. Qaranglar. 25 taliban rakiban. O'xshash. Ja'al yawm 22 taliban jadidan. Bugun 22 yangi o'quvchi keldi deymiz. Ja'al yawma 22 taliban jadidan. 22 da agishib keladi. Erlikka erlik holatda. Qolgan o'zinglar ishlab boqinglar. 8-inchisi tuandagilarni mulohaza qiling deydi. Mubakkiran baldur degan gap. Mutaakhiran kechikib. Ya'ni maktabga baldur berish, kechikib berishdiki mubakkiran mutaakhiran ishlasak bo'ladi. Mubakkiran baldur, mutaakhiran kechikib. Qolganini men tushungan bo'lsam, ma mashqni o'zinglar ishlab boqinglar. 9-inchisi kawwin jumalan musta'milal kalimatil atiya. Tuandagi so'zlarni ishlatgan holda jumlalarni tuzing deydi. Tuandagi so'zlarning har biriga biridan jumla tuzsizlar. Bu sizlarga topshiriq. Xo'sh, sog'doshlar, unda bo'lsa bugungi darsimiz mushada oxirlashdi. Kelarki saflik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.